Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 11 ayning 14 kuni shanba. Sizlarga nazarcha uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqishim. Odatda juma kuni qilardim, tunugin qilmay qoldim. Bak aldirash bo'lib ketdim. Yaqinda idoraning ishimi bak aldirash bo'lib ketdi mening ishlarim. Bir necha kun idora beryapman tajriba ishlash uchun. Hozir bizning idorada 6000 dak odam bor. Ondan 500 dak adam idoraga beryapti. Her gün emas, ba'zi bir qismlar har kun bordi. Men natada bir qancha kun beryapman tajriba ishlash uchun. Yangi ishga kirgandim, shunga bak aldirishib ketdim. Tunugin shuni qilmay qoldim, kechiringlar. Hozir shu xalqaro xabarlar bek ko'p. Bu haftadagi eng chong xabar biz uchun 11 ayning 12-kuni bizniki Cumhuriyet bayramımız bo'ldi. Hammalarniki bu bayramga muborak bo'lsin. Mening shu munosabat bilan chet eldagi nurg'un davlatlardagi Uyg'ur qarindoshlar har xil faoliyatlarni yapadi. Amerikada Washington bilan New York shahriniki BDT binosining oldida, Washingtonda Xitoyniki konsulxonasining oldida Sharq Turkiston bayrog'ini chiqarish marosimi o'tkazildi. Shveysariyada bo'ldi, ya'ni Norvegiyada bo'ldi. Bu ish meni bilishimcha. Meni boshqa yerlarda bo'ldimi bilmadim. Bu 4 yerni men bilmayman. Yaponiyada nayda bir çoğun namayış oldu bu işin münasebeti bilen. Ben aldı bilen şu faaliyetlerge güç çıkargan qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hammamizniki bilgandek Uyg'urlarniki uyg'unishi, mushunda faaliyetlerge atılışı bu yıl misli ko'rilmagan darajada yuqori pallaga chiqdi. Bu kishini intayin xo'shal qiladi. Xitoy hukumati Uyg'urlarni yo'q qilamiz deb kuchayotgan bir paytda chet eldagi Uyg'urlarniki hassillab tirishib, o'zimizni qo'g'dab qilish, saqlab qilish, millatni qutqizish yo'lida mushtaq tirishchilik ko'rsatishi biz hammamizni xushal qiladigan yaxshi ish. Bu ishlarniki bundan keyin texnik taraqqiy qilishiga tilakdoshman. Ondan keyin ikkinchi cho'ng xabar, yenilangan saylan masalasi. Hozir butun dunyo bu ishga ko'ngil bo'lyotdi. Uyg'urlar mana shundaq menga to'xtamay ayrim uchrayotgan qarindoshlar bor. Bulupmu Trump'ın muhtamasını deb ensiravatkan, yaşıqlamayvatkan, teki turvatkan qarindoshlar hali ko'p. Yaqinqi o'zgarish bizni xo'shal qiladi. O nima degan chaqda oldingi bir mezgil vaqtda Biden oldiga o'tib ketdi, hatto ufti degan narsalar o'tirib chiqib, kishilarni hali paraganda qilgan dunyodagi hammalarni nurg'un davlatlarniki rahbarlari hatto nimaga Bidenga xat yazib, telefon qilib, uni tabriklab, prezident qilsag'aning muborak bo'lsin deb ashani qilib ketdi. Bu medialarda to'xtamay Bidenniki numeri 270 dan eshib ketgan, bu Trumpniki undan tuvan 214 deb uzoq turib ketdi narsalarda. Lekin hozir endi bir qism xatoliklar tuzatilib, bu ahvollarda o'zgarish bo'ldi. Bo'libmi bu yerda hammamizniki kalasida aniq bo'lishga bir ish bor. U nima desa, bu Bidenni Amerika prezidenti bo'lib o'tib chiqdi degan bu uqtirishni qilganlar media shirkatlari. Amerika hukumatiniki qonuniy organlari bor. Oxirida bu vaqtda guvohlik beradi. Guvohlik berib chekalaydi kim prezident bo'lganligini. Shuningdek bu saylovniki natijasi chiqmagan bo'lib hisoblanadi. Hozirmi bu saylovning natijasi chiqmadi. Ang oldi bilan shu saylovni yapgan har bir nahiya guvohlik berdi ekan, undan keyin shtatlar guvohlik berdi ekan, ang oxirida Amerikaniki yuqori sud mushtahalardan yoki saylov komiteti mu e'lon qildi ekan. Saylov komiteti bilan bilishimcha federal saylov komiteti e'lon qildi ekan buni. Shu chaqda kimning saylanganligi rasmiy aniq bo'ladi. Hozirga qadar bu ishlarning hammasi medianiki e'lon qilgani hech qanday hukumat organining emas. Ashta bu boshqa bu hozir qadar bo'layotgan gaplarga ishonsanglar bo'ladi. Tunugunki yangi chiqqan natijada hozir Donald Trumpniki erishgan bilet soni 232, Bidenniki 227. Shunaqda Trump Bidenning oldida 232, yine 38 biletni olsa Trump o'tib ketadi. Buniki hozir endi nima yangi bir xabar tunugunkimi bir nugunkimi Amerikaniki federal saylov komitetiniki raisi
bu qatimki saylam qonunsiz deb e'lon qilibdi. FIFA shunday deb e'lon qilibdi. Hatta bu başqa rasmiy qonunluq natija chiqishchilik biz hech kimga ishonmay turganimiz yaxshi. Hozir medialar ajoyib bo'lib ketdi. Sizlar hozir tor betga kirib, shu Donald Trumpga foydali uchurlarni izlasanglar hech kim chiqmaydi. Men hozir Google'dan tepish imkoniyati qattiq bo'lmay, bugun Yahoo'ni sinab baqdim. Yahoo sal yaxshiroq ekan. Google'da bu Donald Trumpga foydali bo'lgan uchurlar asosan chiqmaydi, hech kim chiqmaydi ekan. Yaqinda medialarda pek çok özür çok ketdi. Burunma andima CNN, NBC degan nurg'un cho'ng medialar bor bularmisi Trumpga intayin o'ch ashta bo'lib kelgan. Fox News degan shirkat Donald Trumpni biroz qo'llaydigan media shirkati bu. Men faqat shuni ko'rdim uzun muddat bo'ldi shu birlar mediani ko'rdim. Shu saylamdan keyin bu shirkatni o'zgarib ketdi. Men bu narsa nima ish bo'lgandi deb tasavvur qilmagan hozir biroz tushundim. Bu to'g'ri keyin nazar to'xtalishi mumkin. O shirkatning boshlig'i bir Yahudi, aniki ayoldan Xitoy ayoli bor. Bir yosh Xitoy ayol, bu Xitoy kompartiya hokimiyatidagi josusi. Bu vaqtda maxsus videolar bor. Shuni olgan. O'ziniki bu odam 80 yoshga kirib qolgan odam, ishi bek cho'ng Yahudi odam ayolni quyitib bu Xitoy qizlarni olgan. Shundan keyin uzun o'tmay ayol o'lib ketdimi, bir ish bo'lib ketdi ish qilib. Ashta bir ishlar bor. Mushadamni shirkat ekan, umi yaqinda besim ishlatib Donald Trumpga foydali bo'lgan narsalarni biroz besib boshqa bir ishlarni qilibdi. Meniki shu medialardan bilishimcha endi ashta ishlar bor ekan. Shunga hozir Fox News'ni biroz o'zgarib ketdi saylamdan keyin. Anda yaqinda qad ko'tarayotgan ikki shirkat bor, tiz inovat o'sayotgan. Inovat o'sayotgan degan taqdirda endi hozir dunyo ikkiga bo'lindi. Donald Trumpni yaxshi ko'radiganlar bilan yaxshi ko'rmaydiganlar ikki cho'ng guruhga bo'lindi. Donald Trumpni yaxshi ko'radiganlar hozir Donald Trumpni yaxshi ko'radiganlarniki ko'ngildagi eng yaxshi media shirkatining birisi Epoch Times. Bu Amerikadagi falunchilar qurgan shirkat amaliyotda. Nayt boy bu nayt yaqinda buni ko'radiganlarning soni shiddatli eshibdi. Yana birisi Newsmax degan bir shirkat bor. Bu ikkisi hozir eng eshib tasavvur eshib bu ikkisini kishilar biral neutral haqiqiy gapni qiladi, adolatparvar degan gaplarni davatadi. İkisi mektiz üsvatadı. Anda yakındaki saylam haqidagi bir xabar, men buni Facebook'ta deb turdim har kunsi. Alaska bilan North Carolina degan ikki shtatni Donald Trump tutdi. Shundaki muhabbati 232 ga chiqdi. Anandan keyin hozirmi texi bir taraf bo'lmagan bildi qaytadan sanalayotgan shirkatdan 6'sı bor. Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin 6 şirket var. Şu 6 şirketten Donald Trump 2'ni uçsa, bileti 270 çıktı. İşte bu başka 38 numaralı tabi, 3'üncüsü buldu ki. 3'üncüsü buldu ki bu Kasım tuttu degen bir münasebette. 3'ünü tutması bulmayken. 6 şirket hazır, onun gibi bir kısmını kolda sanaş buyurup etti. Allah canım başlayıp oldu bu işlerini. Yine kapanan 6 ştattan, eğer 3'ünü uçsa Donald Trump, senimki deyken, şuna bu ahvalla az devamlı şu atadı. Bu saylam hakkında Amerika'da paran intayin köp adam bir jangalın, uçur jangalın içi kirip kalıdı hazır bunu şiksel kireyil dese. Andi bir ılıqı abetim endegendek hazır Donald Trump'ni yaxlaydıqallar bilen yaxlamaydıqallar yaş kömeği iki çoğun grubu bölüm ketdi. Men yaxlaydıqan terapi degenimde qandaqtı Donald Trump'daki axlaq faziletlerini yaxşı görmen degenlik emas. Men o narsalarni yaxşı görmeymen. Şuna 2016 yıldaki saylamda bizning ailemiz Hillary'ni saylagan, Donald Trump'dan emas. Andi keyingi ahvollarda Donald Trump'daki axloqiy jihatdagi ahvolida burun sodir qilgan masalalar yenilam mavjud. Uni hech kim ko'z yummaydi. Men shu u axshini yaxshi ko'rmayman. Lekin Donald Trump'niki tutayotgan yo'li hozir adolatparvarlarning yo'li deb o'ylayman men. Adolatning yo'li Amerikaniki shu dunyoning shu yaqin zamon madaniyatida yetaklab mangan qimmat qarshiga vakillik qiladigan odam, shuni asli keltirishni tirishayotgan odam deb o'ylayman o'zim. Ashta boshqa sal Donald Trump'ni yoqtiradigan gaplarni deyman. Bu qandaqdir taraf tutqun emas. O'zim ashuni ishonganligim uchun, o'zim bir bir aqida bo'lganligi uchun bu gapni deyman. Taraf tutqun emas. Men hozirgacha
bir parça Uyg'urcha maqolasi baxmadim, inglizcha maqolasi baxmadim, Donald Trumpni yoqlab Baydenni tushirib degan bilan siqib baxmadim. Shunga bu yerda men uchun bu bir maydon tutish masalasi emas. Bu bir adolat tarafda turish, haqqoniyatda turish masalasi bu. Faqat shu nuqtadan men o'zimning bir maydoni bor hozir. Ehtimal xabarlarda bor, necha yilning oldida dunyodagi eng chong medialarning birisi bo'lgan CNN men bilan suhbat o'tkazgan. Saylan masalasi haqida. Donald Trumpga qanday qaraydiganligim haqida. Men mush obatni degan gaplarni dedim 2016-yilda Hillary bilan tashlagan. Keyin bu yil Donald Trumpga bilan tashlaganligim. Buning sababi, asosiy sababi hozir Xitoy butun dunyoni bir xil qarang'ulikqa boshlab ketyapti. Mushuni to'sib qoladigan odam Donald Trump. Hozir boshqa Bayden chiqsa buni to'sib qololmaydi. Bayden bek ojiz. Amaliyotda diqqat qildinglarmikin, hozir tunugundan boshlab Bayden Xitoy bilan oqishlik diplomatiya siyosatini boshladi. Oqishlik diplomatiya siyosatini boshladi degan gaplar bor. Ashta bo'lganlik uchun Donald Trumpniki Xitoy taqabul tura oladiganligiga ko'zim yetmaydi. Lekin Baydenniki Donald Trump taqabul tura oladi. Bu Xitoy bir lükçek hokimiyat. Lükçek hokimiyatga lükçek mijoz odam chiqmasa taqabul tura olmaydi buni. Bu narsa 4 yildan keyin mobaynida isbotlandi. Shunga endi bizchu Uyg'urlar masalasi kelgan vaqtida agar Xitoy hokimiyati og'dirilmasa Uyg'urlarniki o'zimizni saqlab qolishimiz intayin tez to'xtaydi. Vatandaşlarni qutqizib qilishimiz intayin tez to'xtaydi. Yaqinda shu Uyg'ur dunyodagi diqqatni Uyg'urlarga burash jihatda nihoyatda tez o'zgarishlar bo'ldi. Intayin cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Hozir bo'lyapti. Her kunisi kam deganda 5 parchadek cho'ng maqolalar chiqyapti Uyg'urlar haqida. Amerikada qonun loyihasini chiqardi, qonun chiqardi. Boshqa yerlarga shuni chiqiramiz deb yo'llanmayapti. Lekin Xitoyni ayblaydigan, uni baho beradigan, masalan, Xitoyning qotgan ishlari irqiy qirg'inchilik, genosid deb mushtaq nurg'ishlar bor. Lekin bularning hammasi gap. Bularning hammasi gap. Hozirgi muhim masala nima desa, Xitoy bunday gaplarga parvo qilmayapti. Parvo qilmay, o'tganki videoda deganimdek, bularniki birinchi, ikkinchi, uchinchi deb 3 plani bor ekandik. Birinchi plandalarmikan bular muvaffaqiyatli bo'lib hozir Uyg'urlarni yo'qotish planini aynan ijro qilyapti. Hech qanday asosini yo'q, to'xtatini yo'q. Agar Donald Trumpdagi bir odam chiqib Xitoy kompartiya hokimiyatini og'dirib etmasa, Uyg'urlarni kuni bektas. Agar biz vatandaşlarni qutulib qolmasak, chet eldagi qog'oshlarning qanday bo'lib ketishi qat'iy nazar bizningki hayotimizning qiymati qolmaydi. Shaxsan men uchun shunday. Qiymati qolmaydi. Men buni bir kunmi, bir soatmi kalamdan chiqolmayman. Agar millatni olib qolsak, bizning kunimiz qanday bo'ladi degan masalani. Ashtaq bo'lganlik uchun Xitoyniki hokimiyatini og'diritish ishi faqat Donald Trumpning qo'lidan kelganligi uchun, faqat Donald Trump Xitoyga tetiy oladiganligi uchun shunga andagi uni qotgan ishini haqqoniy ish, adolatli ish deb qaraganligim uchun men Donald Trumpni yoqlab turyapman hozir qadar. Lekin uniki fazilatli emas. Yana bir tarafdan qarindoshlar o'ziga bunday bir savol qo'yib baqsa bo'ladi. Meniki bolalarim cho'ng bo'lsa, Baydenniki bolasdak bo'lsin demsizlar yoki Donald Trumpning bolasdak bo'lsin demsizlar. Baydenniki bolasi o'g'li Hunter Baydenniki gaplarni angladinglar. Bu dunyoda ajoyib ishlar bo'ladi, lekin u kishinikidek sodir qiladigan darajaga berib yetishi masalalarni bak oz. Aksi tuyab kelsa, aksiniki ayoli bilan munosabat o'tkazib birga yurib, aksiniki ayolning qiz bilan bir karvatda tushgan rasmlar bor ekan, bilan tushgan rasmlar. Bu narsa keyin pash bo'ladi. Ash darajadagi. Shunga bir odam o'ylab baqish kerak. Mening bolalarim cho'ng bo'lsa, Baydenning bolasida bosgan demsizlar yoki Donald Trumpniki. Donald Trumpniki Ivanka, Eric degan bolalarini ko'rib yaqinlar, o'ylab yaqinlar. Bolalarini qanday cho'ng qilgan kishi. Hozir mushularmi Amerika hukumatiga intan ko'p to'plarni qo'shyapti, maosh olmay turib. To'plarni qo'shyapti. Shunga bir odamga baho bergan chog'da har jihatdan baho berish kerak. Men ikki tarafdan deb qo'ydim. Albatta men degandek Donald Trumpniki shu kishilik fazilatini yaxshi ko'rmaydiganligimni burun qonun askarliklar bor. Lekin Donald Trumpning qilgani qanaqdir bir davlat manfaatiga ziyon soladigan darajada emas. Lekin Baydenning bu jihatda ig'ir masalalar bor. Keyin o'stan bir qism asosda o'tirib chiqyapti. Shu gaplarni bir eskartib qo'yaman. Yana bir deb qo'yay. Men bu jihatda inglizcha maqola yozib,
meydanını ifade ahval yok. Fakat CNN ben söhbetleşken çağda özümdeki meydanı ifadeladım. Bu benim erkinliğim, hukukum. Bunun kandakta Uygurlarning davasıga ta'sir etadigan iş yok. G'arbda bu bir şahsının göz karşı bu. Birinin göz karşı. Şuna u işler to'g'riliq bek ko'p o'ylab ketmagan yaxshi boshqa qarindoshlarniki. Endi yaqinda Donald Trumpniki shu hozir bir advokat qo'shuni bor. Bularni to'xtamay shu bu qatimgi salamda yuz bergan masalalarni pash qilib tepatidi. Hozir qadar ularniki deyishicha, hozir qadar ularning qo'liga tushgan qasam ichib isbot berganlarniki soni isboti 11 mingdan eshibdi. Bu Aqsarayniki Trumpniki muxbirlar sekretari bor. Shuniki yaqinda bir narsani ko'rsatdi. Hozir 3 qilin narsaning 3ni ko'rsatdi. Hozir 260 bar battin jiq narsalar yig'ilib bo'libdi. Shu bu qatimgi salamda yuz bergan xiyonatchilik ahvollari to'g'risida. Çünkü bu işler menvatıda bu işlerin azadını oturup çıkıdı devamlık. Bizim cıknasan bilimiz. Hazırlıkı beni ümitsizlendirken yeni bir çoğun işlemi desenler 9. ayda Trump ile Biden'ın oturusundaki birinci kıtımlık prezidentlik münazırısı boğan. Şunu kayıt köpek kanlar ya ki esnaf kanlar. Aşağıda Biden'den sorgan çağda sen şu saylamlık işleri bütün axırlaşqıçılık saxlamsan, onu qubluqlamsan degan joyda saxlaymiz. Bu degan bir qonuniy jarayon to'liq tugab natija chiqishi saqlashimiz kerak deb degan Biden videosi bor shu munozirada. Ammo 3-chilar saylan bo'lib, 3-chilar seshanba kuni. Shanba kuniga kelgan chog'lamkin o'zini prezident deb e'lon qilib hozir butun prezidentlik ishlarni boshlab lekin men degandek, texi bir shtatmi bu qatimki saylan natijasiga guvohlik bergani yo'q. Hiç kandak resmi nasıl oturup çıkan yok. Demek yoğunum bu kişi üzümü verdiğini işe ayım saklayamayı maaşlarını kuvatıdı. Bu tarihteki şu meyli küçük Bush olsun, Clinton olsun, Obama olsun, müşterideki saylamdan burun begen verdisi. Aynıkin saylamdan kin prezident boğandakin özündeki verdisi turiş ahvalı qarayan bolsalar intayın açar. Tarihte üzüm verdisini özündeki vədisdə tuğan prezidentlər içində Trump nəydi danlıq birisi. Başqalarının var, Reagan, Washington'da burunqularından. Deki yıkınkı prezidentlər içində nəydi vədisdə tuğan kişilər. Bunu mu isimizdən çıxamazsınız gerek? Bu mu Donald Trump'daki bir alaylık girdi. Endi Amerika'daki siyasi sistemisi boyunca saylanıki en hakkın etmesi 12. ayındaki 14. günü bir taraf oldu iken. 12. ayının 14. günü yine bir aydan keyin. Onun geçilik kaçma yavdak gaplarga bir işim ketmanglar. Eğer Amerika'daki kanuni organları resmi e'lon qilsa shu kuchga ega bo'lmasa qolganlarning hammasi kuch xabarlari. Rasmiy natija chiqmagan bo'ladi. Ma gapni deb qo'yishimga sabab qarindoshlar to'xtamay savol so'radi mendan Facebookda, WhatsAppda. Erkin salam qanday qolib ketdi, qanday qolib ketdi deb. Shu mashina deb qo'ymoqchi. Texir natija chiqmadi. Hazır endi saqlangan müşqatımı saylamda ko'rilgan masalalar intayin ko'p eg'ir. Buni tilga bo'g'ilimi bo'lmaydi. Men bir qanchasini deb qo'yay. Buningda bilet sanash mashinasini tanglab qo'yib, Bidenga foyda qilib qo'ygan ahvollar bor. Shu mashinani yasagan zapchastlarning ichida Xitoyning zapchastlari bor ekan, hozirgi deyishicha. Halbuki şu maşını montalagan yumuşak detalını yasagan şirketlerindeki payçak ilgilerinin içinde Biden, Pelosi, anındaki Feinstein, Kaliforniya'nınki bir Yahudi senatörü var Feinstein'da. Yeşbek çoğunup gitti, 70 yaşında yeşip gitti. Bu internet Xitay parası. Yerindeki Xitay'dan urgun şirketler var. Muşlarınki birlik kalan, muşlarınki şirketin kalan şu yumuşak detalını kalan şirkette muşlandaki naytı köp payçaklar varken, menfaat varken onu tutkan çağda. Şuna bu işler bayaqlıbatıdı. Ondakin Trump'ın bildiğini Biden'a koşu itiş ahvalı görülgen. Bilet taşlaşqa salayeti yok kişilerini bilet taşlı uzağın ahvalar var. Mesela yeşi 18 yaşlı toşmağın ya ki ülüp ketken. Bazı ştatlarda bir neçe 10 ming ülüp ketken adamlarını onu bildi varken taşlıgan bilet. Bir video işlepti. Bir ziraatlıkı verip
Hristiyanca zaratlık verip bu şey deydikin o vay bu cimcit turvatkan köpçülük Biden bilan tashlaydi desa buni ishonmayotgan endi ishondim degandek jimjit turayotgan ko'pchilik degan jimjit turayotganligini go'dik odamlarni ulkatga odamlarni deyotdi ashta bir video ishlatgan jiqdan yaxshi ko'rib boshlab ishlab chaqchaq qilyapti haqlar ondan keyin yashanganlarni go'llab Biden bilan tashlashgan ahvollarmi bor ondan keyin Trumpni saylagan biletlarni tashlayotgan ahvollar bor endi nurg'un biletlar bor ekan bu her bir biletdə, ştatın biletlərdə 20-dən 30-gacha adamlarni saylaydigan bilet var. Adamların isim var biletdə. Mənim bilet, bizim bilet taşıdıq. Xilciq adamlar var, 20-30 tak adam. Lakin bir qism biletlərdə faqat Biden bir adamni tanlagan, başqa heç qanday adamni tanlamagan biletlərimiz yo'q. Başta falan ko'rildi, bu faqat bir qismi, to'liq qismi emas. Şu yaqinda ehtimal sot chiqishlar bo'ladi, sot isbot beradigan ishlar. Shu chaqda yana bir qism narsalarni anglaysizlar. Bilemem maşıncı kılıtlık yapıyor. Hazır şu Facebook, Twitter'la mı belki kalit top gitti. Donald Trump nasıl çıkarsa Twitter'a astığa bunun diyen gibi hakkında hazır talaş tartış var bu resmi yapamaz diye de hatın çıkıp koyduğum oldu. Tüm gün Facebook'ta Donald Trump'ın hesabını biraz özgertip yaptı. Donald Trump prezident yaparken de prezidentlik yaptığında siyasi kandidat da özgertip yaptı Facebook. Bularmı, şu Facebook, Twitter'larmı, Google, buların hepsi Donald Trump'ni çetkik yapmadıdı. Mustafa'la intihani eğer abedime degendek Donald Trump'a paylık neslen izden tap kullanmayı eken hazır. Bugün 50 ştatniki paytaxtı da Donald Trump'ı kollap namayiş yapırıldıken ihtimal şartlardaki ştatlarda bu iş başlanıp oldu da böyleymen. Bunu ben o Xitay analizlarındaki medyasında gördüm. Oradaki bu namayişindeki ismi saylam oğurluğunu toxtat. Stop selection, stop stealing the election degandek. Saylam oğurluğunu toxtat degandek temada 50 ştatın paytaxtida namayiş oldu ekan degan. Donald Trump'ni qo'llab namayiş oldu ekan. To'rtinchi cho'ng xabar tunugün oxiri Xitoylar Biden haqida pozitsiya bildirib Bidenni tabrikladi. Tak tünüğüne kadar bula tebriklemegen. Bunun da iki sebep var benim farzımca. Onun birincisi Xitay hükümeti Biden'ın çıkışını tört gözüyle takaza falan kütüp atkan ameliyatta. Lakin aldırıp ifade bildirip koysa, özünün niyetini aşkarlap koymasın. Dep onun üstüne bu kadar saylamda Xitay'ın kulu var. Saylamını buzuştu. Xitay'ın kulu başta başka bulasa cim tuğan birinci. İkinciden abetten ben degende resmi saylanmağalık için Biden saklagan tarafları var. Lakin tünügün Xitay'ın ahir bulanmay bu Biden'nin tebriklaptı. Tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi. Tünügün boş buldu. Bunun bir sebebi var, yeni bir sebebi mayli deyipman. Anadan keyin hozir yana bir chiqib atgan yana bir gap, yaqinda Amerikada intayin tanliq bir advokat bor. Lincoln Wood degan advokat bu odam shu bir necha yil oldida o'tgan yilmikin 16 yoshli bola bilan CNN o'tirisidagi bir cho'ng qonuniy mojaroga aralashib balani qutqizib necha million dollar pul berib ekan CNN'dan shunlardan chiqarib ketgan bir odam bor. Lincoln Wood degan bu odam hozir Trump'niki advokatlar atritiga kirdi bu odam. Bu odam hozir shundan tortib uchiq oshkora gap qilyotidi. Buni qilayotgan gapiniki birisi mundaq deydi. Biden, Obama, Hillary ve Bill Clinton'larni qatorliqlarni sulab qo'yish kerak deydi. Bular jinoyatchilar, jinoyati bor. Bular sulab qo'yish kerak degan gaplarni oshkora davatidi. Twitter'ga chiqaribdi bu gaplarni. Shunga bu gaplarda nima deganlarni keyin asoslab bilasizlar. Bu odamniki yana o'tirib qo'yayotgan narsasi shu saylam mashinasini kontrol qiladigan kompyuterniki yumshoq detallar orqali saylamda xiyonatchilik qilish ishi bu orqali xil uzun bo'ldi ekan. 2012 yildagi Obama Bidenlarniki saylanishida Floridada bu ishlar yuz berdi ekan. 2016 yili Trump bilan Clinton talashgan chog'dami bular shu mashinadan foydalangan ahvol bor ekan. 2018 yildagi midterm election'da edi, ama 4 yılda bir qatim prezidentlarniki saylan bo'ldi, 2 yilda bir qatim senator bilan Avam palatasının a'zolarini saylaydigan ish bor.
Şunu mitterindeydi oturdaki sayılam. Şu çağda mı şu kompüterdeki programını özgerken ahval bakken anikin bu yıl Muşanın hemen tekşürgende aşk kişilerniki nime cinayet çöp çıkıdığanlığını oturup kıyıvatıdı hazır. Şuna bu işler konkret kandak buludu bunu iken bilimiz. Andikin yemir şindapki azim kelgen çağda 2000 yılı küçük Bush bilen Al Gore ikisininki otursa da prezidentlik talışıp olgan 2000 yılı. Bu çağda küçük Bush Cumhuriyet Partisi'ninki Al Gore Demokratik Parti'ninki. Al Gore da satты men uttum dep e'lon qilib etgan. E'lon qilib deb tabriklash ham ish bo'lib 37 kundek o'tgandan keyin sotdan oliy sotdan sen utmading Bush utdi deb bu prezidentlikni Bushga epagan. Mushta bir ish bo'lgan burun shunga bujlikka ahvolim shu joyga ahvoli biroz o'xshab qoladi. Ma abatni unutib qoldim deb qo'yishni. Andan keyin yana bir xabar tunugun chiqdi bu xabarlar tunugun ishga boshladi buni. Şu Hillary Clinton'niki 2016 yıldaki saylam vaxtida Hillary Clinton'iki bir kısım cinayet işleri paş bolgan. Bulup 3000'dak e-mailni yo'q qilib etish qatorliq. Şu Clinton'niki ailesini paş qilish bilan munosabatlik odamlardan xiljiq odamlar o'lib ketibdi shu 2016 yilniki oldi keynida. Ba'zilari 2018 yilda o'lib ketibdi. Jiqqa bu odamning soni 10 jiq. Mush narsalarni o'tirib qo'yatadi. Mushlarmi agar bu qatim Trump saylanib qolsa, ehtimol bu ishlarniki bu ishlarni tutish qilishi mumkin. Burungi kishilarniki jinoyatini aniqlab chiqish ishlarini. Aniki mush saylamga oid yana bir xabar. Amerikada bir Xitoylarning tashkiloti bor. Jungo Jimbu Shehui deydigan. Jungo taraqqiyot birlashmasi degan Jungo Jimbu Shehui degan. Mushuniki necha ming a'zolari bor ekan Amerikada. Kaliforniyaniki San Fransisko shahridagi Xitoy konsulxonasi buyruq chiqarib, shu a'zolarni ishga solib, bu qatimki saylovga buzg'unchilik qilgan ishlar bor ekan. Bu ishni hozir o'tirib chiqyotdi. Masalanga bu qatimki saylovga shu birlashmaniki 7000 odami harakatga o'tib faoliyat olib beribdi. Bunun ichida faqat Arizona degan shtatlardan bular 8 million oilaga telefon qilibdi. Ondan keyin 1 milliondan jiq oilaga berib, kishilarga biletlarni saylan biletini taqib to'ldiringlar. Bidenni saylanglar deb mushtarishlarni olib beribdi. Ondan keyin ularniki o'ziniki jakalishcha, Xitoylarniki o'ziniki jakalishcha, aslida Arizona, Wisconsin, Michigan mushu shtatlarni Trump tutgan, bizniki tuhfimiz bilan bu 3 shtat Bidenga o'zgardi deb o'zlarini jakallab yuribdi bular. Shunga abaytaman degan bu qatim saylamda saqlangan yuz bergan masalalarida bumi bor. Bu jihat kishilarmi bundan aydınlaşıyordu. Nereden ne kelişligi. Hozir endi acayip bir so'zlar o'tirib chiqyapti. Masalan, media siyosiy o'zgarish bo'ldi deganlar bor. Demokratchilar siyosiy o'zgarish qildi degan gaplar bor. Saylamda siyosiy o'zgarish bo'ldi degan gaplar bor. Andikin dünya tertibini qaytadan boshlash. Global reset deydi inglizce, global reset. Reset degani masalan telefon narsalaringizni siz reboot qo'shlash narsani o'chirib qaytadan boshlash degandek. Dünya tertibini qaytadan boshlash degandek. Bu shunaqa gaplar o'tirib chiqyapti. Bu gaplar hozir Xitoy tarafdan bu Rothschild oilasi degan bir oila bor, bu bir Yahudilarning oilasi, intan cho'ng oila. Shuningga bog'layotdi Xitoy tadqiqotchilari. Bütün ahvollar bilan shu Rothschild degan oilaning munosabati bor deb. Men 2014-yili bir parcha maqola yozgan. Hozirgi zamon musulmon ellari qanday shakllangan degan. Agar qarindoshlar o'qib baxsanglar, shu maqolada men Rothschild oilasi to'g'risida to'xtalgan hozircha. Bu oila, bu Yahudi oilasi ayni vaqtda shu Angliyaniki arab davlatlarini besib o'tishida 2-nji dunyo urushi vaqtlarida, 1-nji dunyo urushi vaqtida bu chog'larda nayt cho'ng to'p qo'shgan iqtisodiy jihatdan. Bu oilaniki bir xil ko'z qarashi bor. Bulupmu Aysa payg'ambar qaytib keladi. Qaytib kelsa, Yerusalimni shu xristianlarning qo'lida turgan yaxshi, musulmonlarning qo'lida emas deb ayni vaqt iqtisodiy jihatdan yordam qilib Angliyaga.
Arab davlatlarini qaytadan shakllantirgan ishlardan cho'ng tepisi var bularniki. Hozirgi dunyodagi nihoyatda cho'ng banklar, masalan Goldman Sachs, Morgan Stanley degan cho'ng banklar bo'lsa qo'lida bular dunyoni tartiblaydi. Mush qatimqi saylandimi? Salamning oqsida mushlar bor degan gaplar bor. Andan keyin bularga mushu ayni vaqtda 40-yillari nima uchun Amerika Jiang Zemin'i qo'llamay Kompartiyani qo'lladi, Mavzuni qo'lladi degan mushtadimi? Mushu oilani qo'llava degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Andan keyin buning davomishi hozir shu Uyg'urlarni yo'q qilayotgan lagerlar. Mushlarning aqsida mushlar bor degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Bu bir bak murakkab tema. Buni ma videoda so'zlab bo'lmaydi. Lekin Xudoyim bo'lsa, agar bu qatimqi saylamda Donald Trump o'tib chiqib qolsa, men bir keyin maxsus bir suhbatdek bir narsa shaklida bu ahvollardan sizlarni xabardor qilaman. Izlanib bu saylamning tinchligiga bog'liq. Endi bu qatimqi saylamning qanday bo'lganligi to'g'riliq ikki guruh odamlar oldin faraz qilib bo'lgan. Buni dinga bog'lab turib birisi shu Xitoy ziyolilari mushunga bilan munosabatlik. Buni ularning ko'z qarashi hozir dunyoni olvasti guruhi boshqaryotdi degan bir ochiq bir qarashli kishilar bular shu faraz qilib ekan shu 2020 saylamda Donald Trumpning qutulganligi, andan keyin burungi Amerikaning bir necha prezidentlarini turma kirdiganligi haqida qilgan gaplar bor ekan. Andan keyin yana bir odam bor Amerikada. Archbishop Carlo Maria Vigano deydi. Bu adamı o'tgan darslarda gapini dedim ben. Bana Xudoyimdan vahiy keldi, uçur keldi. Bu qatim biz halanda cho'qim Trump deb shu gaplarni degan odam shu. Men bu odamni aqlini biraz tekshirib baktım. Bu bir hozirgi shu Amerikadagi katolik cherkovlarniki eng chong boshliq ekan bu odam. 2009 yildan 2011 yilgacha Vatikan'daki baş sekreteri bu adamke. Bu adam Donald Trump'a neçe qatim xat yazgan. Yaqında yeni bir parça xat yazıptı. Mahkatni işte neçe gün oldida yazıptı. 10. ayının 30. günü deyman. Asasen Donald Trump'ni bu qatim çin turib, şu prezidentning qo'liga olib, dunyoni bir qatim balaya afatdan qutqizish. Global reset degan narsani o'tirib qo'ygan odam shu. Bu odam hozir shu dünyanın ki tertibini yeniden başlaş bir işi menvatıdı, elip berabatıdı. Bu işlerin ki bu iş bu yılın ahir vakitlerinin başında intan küçüğüydü. Şu mışlara dikkat kısa, dünyanı kutkuzup kalsan degендek bu hatırlamaz bizden taraf ki. Bu doğrultuda ben ayrım toxtulu ben sizlerge mışlarla dep koyğum geldi. Ahirette şu 10. 30. günü yazıptı Donald Trump'a. Anındaki şu hazır bu atkan şu virüs balaya apiti mi? Muşlar münasebetlik deydi bu adam. Dünya tertibindeki yeniden kurulup çıkışı münasebetlik deydi. Anadaki ikinci şu virüsniki tarqalışındaki ikinci, üçüncü dolkunu mu yakını kirdi? Aşmışlar münasebetlik deydi bu adam. Bu xatini düşünüp de azim kılışımı xalataki vakit getirdi ben. Mışır da kıptırı hazır. Ma o xatini ben şu videonun asla çıkarıp koyayım İngilizce. Onu kızgıdalı kırpasanlar buludu. Andikin ötken yıl Xitaylarniki bir kitabı çıkıp diken Juping degen taraftan Juping to'qqizini bahalash degan to'qqizini bahalash tahlil gruppasi deydi shular chiqqan kitap ekan. Bu kitapning ismi nima desanglar? Bizning dunyorimizga olvastlar guruhi hukmronlik qilyotdi deydi. Mo'g'izay tunjiji woman'da shijiya deydi. Google qilsanglar topa olasizlar bu kitapni. O'tgan yil chiqibdi bu necha qism kitapkan bu. Yaqinda bir necha Xitoy analizchilari shu kitobdagi mazmunlarni shunda to'xtaldi. Men ularni YouTube videolarini Facebookga chiqarib qo'ydim. Xudoyim bilsa abataman degandek, agar bu qatim Trump qutib chiqsa, men keyin biraz izlanib maishlar bilan abaki Bishopniki ishlari ikkisini birlashtirib biraz izlanib sizlarga bu vaqtda ozroqcha bilim yetkazishim mumkin. Lekin Trump qutmasa qilmayman. Yana bir cho'ng xabar, tunugün Donald Trump bir ma'muriy buyruq chiqarib, Xitoyniki davlat mudofaa ishlariga to'p qo'shayotgan 31 shirkatga Amerikaniki mablag' solishni to'xtatish haqida buyruq chiqardi.
Xitoy davlat mudofaasiga to'p qo'shayotgan 31 shirkat. Bu shirkatlar Amerikaniki paychak bozoriga silliq shirkatlar ekan. Ashlarning hammani cheklash haqida ma'muriy buyruq chiqadi. Bu yerda biz diqqat qiladigan bir qislan hozir bu vaqt shunchalik halqiliq vaqt. Hozir Donald Trumpning utqanligi aniq bo'lib qolmadi. Agar utanmay qolib qolsa, 1-ayning 20 kuni Donald Trump chiqdi, endi tushib qoladi degan gap. Ashta bir holat turibmi? Donald Trump Xitoyga zarba berishni to'xtatmadi. Mana shu sohada ilingan yana bir cho'ng qadam kishini intayin xushal qiladi. Yana bir cho'ng xabar, shu 2 kunning yoki Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Tayvan Xitoyniki bir qismi emas degan narsani o'tirib qo'ydi, jakoladi. Tayvan Xitoyning bir qismi emas degan narsani. Bu bak cho'ng xabar biz uchun. Bu Xitoy uzun yoqi Tayvan Jungoning bir qismi, Tayvan Xitoyning bir qismi deb kelyapti, uzun yillar bo'lib ketdi. Buni hammamiz bilamiz, kichik vaqtimizdan tortib bordi bu gap. Hozirmi bor, hozirni ta'sirotidi. Ammo Amerikaniki davlat hokimiyatiga vakillik qilgan Pompeo Tayvan Jungoning bir qismi emas degan narsani o'tirib qo'ydi. Abatin men degan Xitoy tashqi ishlar ministriniki tunugun Bidenni tabriklashlik sababini birisini shu. Mani onlarga chidamay bular ani o'tirib chiqadi. Endi Xudoyim bo'lsa, bu nimadan darak berdi desanglar, agar ishlar bizniki o'ylaganimizdek minib qolsa, Donald Trump o'tirib chiqib Xitoy hokimiyatini ag'dirib, ashta bir ishlar qolsa, Sharqiy Turkiston Xitoyniki bir qismi emas degan narsani deyishi mumkin. Necha yildan keyin. Men ashunday bir kunning kelishini 4 ko'z bilan kutaman. Donald Trumpning o'tib qolishini orzu qilib turishimdagi bir sabab mana shu. Shu magap bizga intayin munosabatlik. Endi menga yaxshi ko'ngillik bir qism qarindoshlar Xitoy analizlariniki videolarini tashib qilmaslik, uni ko'rmaslik taraflarda menga taklif qilyotdi. Sizlarga yaxshi ko'ngillar, ko'p rahmat. Endi men har kunsi ko'plagan Xitoy analizlarini narsani ko'raman. Bunun sababi bular şu bir kun ichidagi Xitoy bilan munosabatlik muhim uchurlarning hammasini to'plab o'tirib qo'yildi. Ularningki uchur manbasini ichida o'ziniki parazlari to'qigan gaplarmi bor ba'zilariniki. Lekin xili ko'plariniki, masalan, Dajiyaniki, Shiminkan degan programma masalan. Bularniki o'ziniki maxsus tadqiqotchilari bor. Bu uchurlarning hammasi o'sha g'arbdan kelgan. O'zi to'qigan narsa emas, hammasining fakti bor. Mesela Pompeo to'liq gap qilgan chog'da Pompeo'ni oqsidan chiqib turdi ekranda. Ashunday qandi. Shunga bu yerda qandaqdir men Xitoyga olib qilayotgan ahvol yo'q. Men bu narsani ko'ryaptimda o'zimning kalsini ishlab turib ko'raman. Hargizlik degan gapga qarshi ishingizda ahvol yo'q. Shunga men bir qism qarindoshlarniki yosh ko'ngildan bu ishni qilayotganligini bilman, pek ansirab ketmoqlar. Endi abaytaman degandek bu Dajivaniki aytib bir cho'ng kuchli bir tadqiqot guruhi bor bularniki. Butun kun ishlaydigan. Bularmı Falun Gongchilar qurgan narsa endi. Bularmı Xitoy hokimiyatiniki ag'dirilishini kecha kunduz kutib turayotgan bo'lgani uchun ular Xitoyniki ag'dirilishi bilan munosabatlik bo'lgan bek to'playdi. To'q chiqadigan ahvollar hozir meniki bilishimcha undaq ig'ir emas. Abaytaman degandek Epoch Times mushlaniki gazeti, mediasi hozir shunday danlab menyapti. Shunga undan boshqa Xitoy analizleri nayt çoğun ziyallah. Mesela Winzhou degan birisi var. O degan Harvard'da PhD algan. Andikin mao yan birisi var. Cepesim kemer kaldı. Yan bir Xitoyniki yan bir programısı var. O mu Doktor Ünvan var. Onunki bir çoğun yerde işleydi bu. Çıkılıp bular taqatuq adamlar emas. Men ko'rdigan narsalar. Shunga bu Xitoy kelgan deplamkin unuga baho bermay, menimcha bo'lsa eng yaxshisi o'zinglar bir ko'rib beqib bir qancha programmalarini andikin baho bergan bo'lsanglar. Bu yerda odamga emas, mazmuniga baho bersak yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman men. Shunga o'zimniki nima ish qilganligini bilaman. O'ylab turib ish qilyapman. Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Lekin bak ansirab ketmanglar. Men bir tuh yo'l kirib qoldigan yoki sizlarga xato uchran taqdirgan ishlardan Xudoyim bo'lsa saqlanishga butun kuchim bilan tirishmoqman. O'tgan haftamı degandim, hozir endi bu saylom haqida nihoyatda uchurlar bek ko'p. Bu o'tirib chiqayotgan uchurlarchida qilayotganchilikmi bek ko'p. Yana men ta'kidladiganim, biz Amerikaniki adil qurilmasiga ishonishimiz kerak.
Amerika'nınki bu siyasi kurulması intayın adil, intayın haqqani, qanun boyunca başkuruldu. En ahırda qanun boyunca yakın çıkırıldı bu kadar saylam doğruluk. Ben bunu yüz işini ben, meniki perzimçe Donald Trump çokum utudu. Utmagan taqdirda bu ish nihoyatda haqqoniy, adolatlik bir prinsip ostida hal bo'ladi. Shu u jihatga ishlardan ansiramasligimiz kerak. U ishlarni biz kontrol qilolmaymiz. Shu u to'g'riliq balki o'zimizni ozodlab ketishimizning hojati yo'q. Lekin Amerikaning sistemasi ishlashimiz kerak. Amerikaning sistemasi ojizlab ketgani, yo'qolib ketgan yeri yo'q. Burungi shu Amerikaniki qurg'uvchilari bekitib qo'ygan, qurib qo'ygan narsalar aynan saqlanib hozirmi. Bu qitim salamdimi adil yakin chiqadi. Ahırda bir dep qilgan narsam ben 10 noyabr kuni Twitterga bir video chiqargandim. Uni bir qarindishimiz o'tib ekan menga. U aslida videoning tushuntirilishi boshqa tilda ekan. Men bu nima tilda deb Google'ga kirib tarjima qilib boqay deb uni buni etish uchun axir topdim. U norvegiyacha ekan. Uni inglizchaga o'rib, inglizcha chiqarib qo'ygandim bir lagerdan yangidan qo'yib berilgan Uyg'ur degan bir Uyg'urniki videosi. Bunu 10-da chiqardim. Shunaqda bo'lganda qarab 4 kun bo'libdi. Bu qandaqdi meni intayin xo'shal qildigan bir xil natija chiqib ketdi bundan. Nima ish qilasanglar? 4 kun bo'lmadi, 4 kun bo'lmadi, 3 kundan oshdi. Hozir ko'rgan odamlarning soni 523 ming. 20 milliondan chiqadam ko'rdi bu videoni. Ondan keyin qayta tarqatgan odamlarning soni 3500 dan oshib ketdi. Yoqtuq odamlar 3500 dan ko'p. Düşken inkas 460'dan köp. Bu inkaslara qarasanglar adamni intayin xo'shal qiladi. Bu inkasda Xitoyning qattiq ayblavatıdı kişiler. BDT'ni ayblavatıdı. BDT'ninki Uyg'ur masalasida jim turib olganligini intayin qattiq ayblavatıdı. G'arb hukumatlarini ayblavatıdı. Aniki islom davlatlarining hukumatlarini va musulmonlarni ayblavatıdı. Undan boshqa Amerikadagi bir qism cho'ng shirkatlar bo'libmi NBA basketbol şirketining adamlari bir nechasini LeBron James'ni masalan, andan Texas'dagi Melbourne'dagi igisi Marcus degan adam uni inta qattiq ayblab bular hammasi Xitoy haqida yaxshi gapni qilgan. Xitoydan sodilishimiz, ish qilamiz degan gaplarni o'tirib qilgan kishilar bularga shu bu videoni o'tganlar intayin ko'p o'tib shularni tanqidlab boshlab qildi. Andan Nike, Volkswagen, andan Hollywood'dagi ba'zi artistlar bor, Hollywoodmi bor. Bularni ayblab, Uyg'ur masalasida sizlar vijdoninglarni saqlamadinglar, jim turib oldinglar, insoniyat, insonparvarlikni ifodalamanglar degandek mazmunda. Nihoyatda jiq inkoslar tushdi. Meniki bir xo'shal bo'lganim dunyodagi Uyg'ur masalasida bu darajada uyg'onganligini his qilmabdi ekanman burun. Hozir 3,5 kun bo'ldi. Mush bir videoniki 20 milliondan chiq odamniki ko'gini mushundoq chiq inkoslardan tushgani, mushundoq chiq odamlarning taqatini meni intayin xo'shal qildi. Mana bu shu chet eldagi Uyg'urlarniki to'xtamay tirishchilik ko'rsatishi, dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarininki to'xtamay tirishchilik ko'rsatishniki natijasi deb o'ylayman. Amerika hukumatining natijasi bor buning ichida. Ishqilib hozirgi bu ahvol kishini intayin xo'shal qiladi. Shunga xalqaro Xitoyga qarshi bir besim paydo qilish jihatda nihoyatda cho'ng egrilash bo'libdi bu yaqinda mumkin. Men bu darajadagi natijani ko'rib boqmagan bo'rim. Shunga buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bugungi deydigan gaplarim shunchalik. Kelar qatim ko'rishib omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.